Hurma payası yığıladi. 4-5 metr farqi bor, ustun. Sahobalarning hammasi eshitdi, hurma payasi yig'lagan. Ya Rasululloh, menga suyanib xutba qilardingiz, qayerga ketdingiz dedi. Siz menga suyanib xutba qilmaysizmi dedi. Minbardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib tushib hurma payasini siladi. Sen yig'lama, men uzoqqa ketganim yo'q dedi. Nafaqat inson, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni inson mas bo'lgan jamoat maxluqotlar sog'inib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizdan uzoqlashib qoldi deb yig'lagan ekan. Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan juda uzoq birga yashagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qachon uxlab, qachon turishligini, qanday yurib, qanday o'tirishligini hamma holatlarini yodlab olgan. Bilal roziyallohu